Hammaga salom. Sizlar bilan men yana o'sha Red Lord. Do'stlar, bugungi videomizda biz Iblislar qotili animasini bilganlar uchun mod. Xo'sh, mana o'yinga ham kirib oldik va birinchi navbatda daraxt chopamiz. Va bu daraxt hozir qotyapti. Shuni qotyapti. Mayli. Xo'sh, tezroq sindirib qolsak. Xo'sh, bularni ham mana uchib qoldi. Hozir shuni sindiramiz. Bo'ldi. Xo'sh, ana endi shuni hozir birinchi navbatda taxta qilib olamiz. Xo'sh, keyin shuni bosib, buni yana ozroq cho'p, ikkitadan va taxtalardan bolta va hozir bolta va kirka. Mana. Ular ikkiga o'sha. Sindiramiz buni. Endi chopamiz. Bo'yim yetmaydi bu yerga. Mayli. Endi olmay sindiramiz. U tosh bor ekan, tosh sindiramiz endi. Telefon olib, bu buni ham sindiramiz. Bularni ham biroz qancha kerak edi, ko'p emas, bizga qancha ko'p kerak emas. Bu va bu ikkalasi va bu yerdagi ikkalasi va tepadagi bu va bu. Buni sindiramiz. Buni. Achivka ham bajarildi. Buni bosamiz va hozir taxta qilib olib, birinchi buni chiqamiz va ozroq cho'p va toshli narsalar. Bu kirka va boshqani bolta. Yaxshi. Endi sindirib olamiz va endi boshqa tarafga ketamiz. Qayerga ketishimiz mumkin? Boshqani yuraylikchi, nimada topib qolar. Bular. Do'stlar, videoni hozir o'chirib turaman, keyin nimadir topgandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Kelishikmi? Videoni o'chiryapman. Mana do'stlar, menimcha kelib oldik. Mana shu tog'dan tepaga chiqib olsak, nimadir ko'rgandek bo'ldim. Qishloq. Yaxshi, qishloq topdik. Kech bo'lyapti, shuning uchun hozir uxlayveramiz. Buni men sindiramiz endi buni. Tasvirga. Endi uxlaymiz. Turib oldik, endi tashqariga chiqamiz. Nima bor ekan? Bu yerda krovat olaman. Boyagini olmoqchi edim, mayli. Yana nimani olsam bo'ladi? Lekin yo'qotyapti.
qaysi birini olsam bo'ladi? Sindirsak. Hozir bo'yab eshikdan kiramiz va sandiqni ochamiz va ichidan bosh kiyim va oyoq kiyim kiyib olamiz bularni va yana nimalar bor ekan. Bu qaysi uy bu endi? Kuni bu hozir bir ko'ramiz. Qani yonlarni bitta ko'raylikchi. O'xshamayapti, xo'sh. Mana qo'yib qo'ysak va bu Tamoy xonimniki-ku. Qani bo'lsa, xo'sh, qanaqadir achivka berildi. Endi nima qilamiz ekan? Xo'sh, bu yerda bitta ko'rak. Nima bu yer? Ber. Yo'q, qanaqa joy ber? Yo-moyo, do'stlar. Xo'sh, endi nima qilamiz? Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Effekt va boshqa narsalar kerak bo'lsa xolos. Sandiqda va muzonni qoni. Buni ichsam men hozir iblisga aylanaman. Lekin shunday bugunib ketaman, shuning uchun ichmayman. Xo'sh, yana shu atrofda qanaqadir nimadirlar bormi? Xo'sh, sandiqlarmi? Xo'sh, onda bor ekan va bunda zumrad va ovqat. Normal, lekin ovqat kam ekan. Endi nima qilamiz? Xo'sh, bu yerda yana hech qanaqa joy yo'q. Xo'sh, mana bu yerda qilsam ekan, yana bu yer. Mayli. Xo'sh, mana bu va bo'ldi. Bu yerdan chiqib olamiz va bu yerdan va xo'sh, biz qanaqa joyga keldik endi yana? Xo'sh, biz bu yerda uy bor ekan, mayli pastga uchamiz. Normal joy yo'q ekan, shuning uchun pastga tushsak bo'ladi. Xo'sh, daraxtlar ustidan biz boramiz. Xo'sh, yana nimadir topsam, struktura yaxshi bo'lardi. Xo'sh, qidiramiz. Xo'sh, nimalar bor ekan? Xo'sh, bu yerda otlar va boshqalar. Tovuq bor ekan. Как раз grilligim kelib turibdi. Xo'sh, o'ldiramiz. Hozir bo'lgarchi bitta. Xo'sh, bitta zarbada va bitta zarba va mana bu yerda ham bitta bu o'ldi. Yaxshi. Xo'sh, bitta faqat o'tlar qoldi. Qaziyim kelmayapti. Xo'sh, yana bor ekanmi? Yana Tamoy xonimning uyi. Lekin bu safar kirmayman, shart emas. Xo'sh, bu tarafga qarab ketamiz. Qani ketaveramiz. Ozroq qolsa tushib ketishimiz kerak. Xo'sh, yana qayerda bo'lishi mumkin? Cho'chqalar. Qo'y bor ekan. Qo'ylarni o'ldirishimiz kerak. Mana bitta. Xo'sh, buni ham, bolasini ham o'ldiramiz. Hozir bo'ldi. Endi ketamiz biz. Yo'q. Xo'sh, mana bu yerga kelamiz. Xo'sh, yana cho'chqalar, normal nima yeyishga joy narsalar yo'q. Hayvonlar, aytag'or bor ekan, cho'chqa yana. Xo'sh, shundan sizib o'tamiz va bu yerdan o'tsak. Yomon charchadim. Normal bitta hayvonlar yo'q. O'ldiraylik desam. Qo'ylar bor ekan. O'shalarni o'ldiramiz. Qani
bitta zarba, ikkinchi, uchinchi va oxirgi. Bo'ldi. Ana endi bemalol o'zimizga yotoq yasasak bo'ladi. O'z sigirlarni ham o'ldiramiz. O'sha bittasi ko'chib ketdi, suga tushib kelmayapti va yana bittasini o'ldiramiz va yana bittasini suvdagini o'ldirib kelmayapti. Xo'sh, noqonay havoda turibdi. Bagalar. Xo'sh, bittasak o'sha ovqat yevalam, qon ochdi. Xo'sh, hamma ovqat yeb yuboramiz, bo'ldi. Xo'sh, ana endi nima qilsak bo'ladi? Yo-mayo, shunaqangi joylar bo'ladimi? Bitta ari, bitta boshqa narsa. Do'stlar, videoni shu yerda to'xtatib turmayman, albatta kesaman. Mana do'stlar, biz keldik qanaqadir joyga, bilmadim yana qanaqa joyga. Xo'sh, ana yoqqa boraylikchi. Nimadir ko'rgandek bo'ldim, qanaqadir toshmi, nimadir ko'rdim-da, xullas. Xo'sh, yana boraversakchi. Xo'sh, bitta sakrab o'tsak. Xo'sh, yana qanaqa struktura bu? To'g'risida iblislar qotilini cho'kib ko'rmagan, u qarg'a. Xo'sh, nima ekan u? Mana iblislar qotilini ko'rsa kerak. Xo'sh, mana bu. Xo'sh. Bitta o'tsak. Okey. Xo'sh, narsalar yo'q ekan. Do'stlar, videoni kesaman, birdan o'sha qilich olgan tarafga qo'yaman.